Assalomu alaykum azizlar. Show biznes yangiliklarining eng dodasi. Dodasi deydi, ya'ni eng zo'ri. Bilasizmi? O'zbek estradasi, balki o'zbek estradasi butun O'rta Osiyo estradasini primadonnasi Yulduz Usmonova vasiyat tayyorlab qo'yibdi. Qoyilmisiz? hali hali oho, uncha yoshlardan g'ayrati kuchli, hali shunchalik nimasi zo'ru, ijodi zo'ru, lekin baribir vasiyat tayyorlab qo'yibdi. Agar videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu vasiyat qanaqa vasiyatligini bilib olasiz. Xullas kalom, endi ayol kishining yoshini so'rab bo'lmaydi deydi-yu, lekin 60 dan oshdi. Lekin bundoq qarasangiz, bir 40 yoshlar, 45 yoshlar maksimum berasiz-da. 15-20 yosh ko'rinadi. Nimaga? Yulduz Usmonova ham juda oldin boshida raqqosa bo'lgan. Nima demoqchiman? Harakatchan. Hozir ham u fitneslarga boradi, hozir ham raqsni to'xtatmaydi, o'z ustida ishlaydi, har doim fizioterapiya qiladi, kerak bo'lsa namozlarini ham o'qiydi. Shunaqangi bir har tomonlama shijoatli san'atkor. Eridan, endi bu ko'proq ozgina ko'proq pul topib erini hurmat qilmaydigan ayollar uchun-da, erini o'zidan ustun qo'yadi. Bo'lmasa eridan 100 barobar ko'p pul topadi. Bilasizmi? Bitta to'yga qanchaga chiqishini? 8 ming, 10 ming, 15 ming. Bir xil uzoq joylarga borsa, boshqa davlatlarga borsa 20 ming, 30 ming, 50 ming dollargacha kerak bo'lsa general oladi. Yeridan shuncha ko'p pul topsa ham, yerini har doim birinchi o'ringa qo'yadi. Men qoyil qolgan joyim, haqiqatda shu joyiga qoyil qoldim. Eriga tan berib, men erim bo'lmasa kimman, deyapti. Yulduz Usmonova aytibdi. Erim bo'lmasa kimman? Agar shu erim bo'lmaganida, deyapti, men shu natijalarga erishmagan bo'lardim. Erkak ulug' baribir ayoldan, shuni tan olib turibdi. Endi vasiyatiga keladigan bo'lsak, nobodo deydi. Qarang, mardlikni qarang. Nobodo men o'lib qolamanmi, men bilan nimadir bo'ladimi, bu hayot hamma narsa bo'lishi mumkin deb o'z og'zi bilan gapirib turibdi. Meni erimni uylantirasanlar deb vasiyat qilib turibdi. Navaralariga, o'sha qiziga, boshqasiga uylantirasanlar, sirasi uylantirlaring menga bir narsa bo'lsa. Qarang-ya. Qarang, uncha ayoldan eshita olmaysiz-da bu narsani. Erini behurmat qilayotgan ayollarni hammang shu erkakni qanday xor qilgan bo'lsang, o'shandan 100 barobar ko'p o'zing xor bo'lasan. Ering bo'lmasa kimsan? Ering bo'lmasa hamma senga gap otib ham ko'radi, qo'l solib ham ko'radi, og'iz solib ham ko'radi. Nimalar bo'lmaydi. Eri yo'q buni deydi. Yaxshimi, yomonmi? Ering bo'lsa, har holda yana bitta gap bor-ku, 7 yoshli bola 70 yoshli kampirdan ham misol uchun ulug' deydi. 7 yosh bola, qancha u bola hali qo'lidan hech kelmaydi. Lekin ulug'ligi ulug' ekan baribir. O'sha Yulduz Usmonova aytmoqchiki, ering bir latta bo'ladimi, bir haligi kam pul topadimi, yo bir chakuvchi bo'ladimi, ichuvchi bo'ladimi, u seni ering o'sha yoningda bor. O'lik emas har holda. Yonida eri bor, buni degan gapni o'zi senga katta himoya deb turibdi. Lekin hammasidan ham haqiqatdan bir mardligi bor-da, mardligi bor. Endi jurnalist savol berib turibdi. Siz qanaqa qilib siz shunaqa bir yerga ursa osmonga sapchiydigan san'atkorsiz. Qanaqa qilib bu eringizga siz yon bera olasiz desa, men o'pkamni bosishi bilaman deydi. Men o'pkamni bosishi. Haqiqatdan o'pkasini bosa olmaydigan ayollar ko'p. Deb boshlaydi sirasi. Men nima bo'ldim? Meni xor qilding. Menga nima qilib berding? Voy, men qancha qiynalganman. Menga azob bergansanlar. Meni qonimni ichgansanlar. Men shunaqaga o'pkangni bos demoqchi Yulduz Usmonova. O'pkangni bos demoqchi. Men o'pkamni bosishni o'rgandim deydi. Haqiqatdan shunaqa edim. Yerga ursa osmonga sapchiydigan edim. Har doim men deb gapirardim. Adang nima qilib qo'yibdi sallaga? Adang sallaga hech nima qilgani yo'q.
ata bo'lolmagan, sizlarga mehr berolmagan, bir narsa qilgani yo'q. Nima keragi bor unaqani bizga deb men qilganman. Men senlar uchun nima ishlar qilmaganman? Idish tovog'im yuvganman, pollarni ham artganman, uy qilganman, buni qilganman. O'zini ko'tarib bolalarning oldida, bolalarning oldida otasini behurmat qilib, hamma narsani men qilganman. Men demalaring deb gapirib turibdi. Primadonna. Primadonna uni topadigan pulini uncha-muncha odam topmaydi. Bu yoqda bizneslari, bu yoqda nima. Shunaqangi ayollar o'zini chetga surib qo'yib, mana erini ko'tarib turibdi. Mashalloh, mashalloh. Jannatga kirishdan umidi bor-da. Yulduz Usmonovaning jannatga kirishdan umidi bor. Boshqa ayollarga ham shuni tavsiya qilib turibdi. Men dema. Eringni hammaga yomonlab chiqma. Sening bormi, tog'ang bormi, otang bormi, onang bormi? Erim unaqa, erdan yolchimadim, farzandlardan ham yolchimadim. Men sho'r peshonaman, menga oq kun yo'q, hamma yoq qora kun. Nolima, nolima. Ayniqsa farzandlarning oldida erni yerga urma deb gapirib turibdi. Yulduz Usmonova. Haqiqatdan yana bir marta mana shu primadonnaga, Yulduz Usmonovaga men qoyil qoldim. Qani qaysi bir ayoldan eshitgansiz shu gap? Menga bir narsa bo'lib qolsa, erim uylantiriladi. Sirraz uylantirib qo'ylaring, bu nima qilmalaring, gap so'z qilmalaring, sirraz uylantirilaring. Hech qaysi aytolmaydi bunaqani. Azizlar, mana san'at nima uchun kerak? San'at va shu boshqalar o'rnak olish uchun. O'rnak olsin kerak bo'lsa. O'zini o'sha manmanligini, manni chetga surib qo'yib, o'zini erini, o'sha erkagini, o'sha sultonini, endi sulton deb ko'rsa, shoh deb ko'rsa erini, o'zi malika bo'lib yashaydi. Bo'lmasa xor bo'ladi. Yulduz Usmonova to'ppa-to'g'ri gapirdi. Noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deng. Yozing kommentariy agar noto'g'ri bo'lsa. Isboti bilan yozing. To'g'ri bo'lsa, uni ham isbotini yozib qo'ying. Omon bo'lasiz.